Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz makronutrientlar haqida gaplashib o'tamiz. Makronutrientlar organizm uchun asosiy oziq moddalari hisoblanadi. Ular nafaqat energiya beradi, balki ko'plab muhim hayotiy funksiyalarni ham bajaradi. Ushbu mavzuda makronutrientlar haqida umumiy va tushunarli ma'lumot berib o'tamiz. Avvalo ularning energiya berish xususiyatini bilib olishimiz juda muhim. Uglevodlar va oqsillar 1 grammda 4 kaloriya energiya beradi. Yog'lar esa 1 grammda 9 kaloriya energiya beradi. Uglevodlar organizm uchun eng asosiy energiya manbai bo'lib, ayniqsa aqliy va jismoniy faoliyatda katta ahamiyatga ega. Ular oddiy shaklda monosaxaridlar va murakkab shaklda polisaxaridlar shaklida uchraydi. Uglevodlar nafaqat non, makaron va guruchda, balki meva va sabzavotlarda ham mavjud. Bundan tashqari, ular oziq-ovqat tarkibidagi tolalarning asosiy manbai bo'lib, hazm qilish tizimi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Sog'lom ovqatlanish uchun past glikemik indeksga ega bo'lgan uglevodlarni tanlash tavsiya etiladi. Masalan, butun don mahsulotlari, dukkaklilar, mevalar, ildiz mevalar va yashil sabzavotlar. Biz ulardan qancha miqdorda iste'mol qilishimiz kerak? Kunlik ovqatning taxminan 45-65% uglevodlardan iborat bo'lishi lozim. Oqsillar aminokislotalardan tashkil topgan bo'lib, organizmda muhim vazifalarni bajaradi. Ular fermentlar, gormonlar va immun tizimi uchun juda zarur bo'lgan antitanalar tarkibiga kiradi. Shuningdek, oqsillar mushaklar, teri, soch va boshqa to'qimalarning asosiy qurilish materiali bo'lib xizmat qiladi. Organizm oqsil yordamida to'qimalarni tiklaydi va yangilaydi. Kunlik energiyaning 15-25% oqsillardan iborat bo'lishi tavsiya etiladi. Oqsilga boy mahsulotlarga go'sht, tuxum, sut mahsulotlari, baliq, dukkaklilar va ayrim don mahsulotlari kiradi. Yog'lar ham organizm uchun muhim bo'lib, ayniqsa to'yinmagan yog'lar foydali hisoblanadi. Ular moddalar almashinuvini boshqaradi, hujayra membranalarini mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi hamda hujayralarning o'sishi va tiklanishiga yordam beradi. Yog'lar shuningdek A, D, E va K vitaminlarini organizmga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. To'yingan yog'lar ham ma'lum darajada zarur, chunki ular xolesterin orqali gormonlar ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Ammo ortiqcha iste'mol qilinganda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi mumkin. Ular yurak ish faoliyatini buzishi ham mumkin. Kunlik qancha yog' iste'mol qilish zarur? Kunlik ovqatning
20-30% yog'lardan iborat bo'lishi kerak. Sog'lom yog' manbalariga avokado, yong'oq va urug'lar, zaytun moyi ham yog'li baliqlar kiradi. Xulosa qilib aytganda, makronutrientlar uglevodlar, oqsillar va yog'lar organizmning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan asosiy moddalar hisoblanadi. Ularni muntazam, muvozanatli tarzda iste'mol qilish sog'lom hayot tarzining muhim qismidir. Bugungi makronutrientlar haqidagi ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.